O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning boy adabiy merosi, vatanparvarlik ruhidagi she'rlari va samimiy qalb ovozi bugun ham keng omma, ayniqsa yoshlar qalbida chuqur o'rin egallab kelmoqda. Uning hayoti va ijodini keng targ'ib qilish maqsadida To'rtko'l tumani maktab va maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli umumta'lim maktablarida bir qator ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar izchil tashkil etilmoqda. Xususan tumandagi 24-son umumta'lim maktabida ham Muhammad Yusuf hayoti va ijodiga bag'ishlangan adabiy badiiy tadbir bo'lib o'tdi. Maktab o'quvchilari va o'qituvchilari tomonidan tayyorlangan ushbu tadbirda shoirning she'rlari, ularga bastalangan qo'shiqlar va milliy ruhdagi raqslar ijro etildi. Tadbir davomida she'riyat va musiqa uyg'unligida namoyon bo'lgan sahnaviy chiqishlar nafaqat o'quvchilar, balki tadbirda ishtirok etgan mehmonlarda ham katta taassurot qoldirdi. Tadbir doirasida maktabda Muhammad Yusuf qalbimdagi shoir mavzusida inshoot tanlovi ham tashkil etildi. O'quvchilar shoir ijodiga bo'lgan shaxsiy munosabatlarini, uning satrlaridan olgan ta'sir va ilhomini qalamga olishdi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi To'rtko'l tuman bo'linmasi rahbari Jonibek Settiyev tadbirda ishtirok etib, inshoot tanlovi g'oliblariga maxsus tashakkurnoma va esdalik sovg'alari taqdim etdi. To'rtko'l tumanidagi umumta'lim maktablarida o'tkazilayotgan bunday tadbirlar yoshlar qalbida she'riyatga, vatanga va milliy qadriyatlarga bo'lgan muhabbatni oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.